Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Keles BXO hamda Toshkent viloyati Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 1844-sonli konturga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 10 gektarni, ya'ni uzunligi 600 metr, bo'yi esa 400 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinib kelinmoqda. Hozirda kartoshka mahsulotlarimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimiz yetishtirish 130-150 kun davomiyligida bo'ladi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 40 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 25 sotixdan maydon to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Sardor yashil dalalari, MCH va Istiqbol kooperativ ishlab chiqarishi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, umumiy miqdorda esa 190 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.